И первым на ринг, синий угол приглашается. We're gonna welcome on the blue corner, fighter from India, Gurpreet Singh. Uning raqibi Hindistonlik bokschi Gurpreet Singh. O'ziga xos rekordga ega. 15 ta jang, 11 ta g'alaba, 3 ta mag'lubiyat, 1 ta durang. 11 ta g'alabasining 6 tasini muddatdan avval yakuniga yetkazgan. Международный поединок. На ринг добро пожаловать на роль рефери. Судья международной категории Собар Хакимов, Узбекистан Джиззах. Боковые судьи Сухроб Раджабов, Шодыбек Мурадов и Достон Зарифов. Sobir Hakimov boshqarib boradi mana shu jangni. Xalqaro doiradagi hakam. Please welcome. Kutyapmiz Hindistonlik bokschini ringga chiqib kelishini. Yaxshi rekordga ega ko'ryapmiz. Hindiston vakili ham. Endi hozir aksariyat janglarni qayerda o'tkazganligidan bering ma'lumot to'plamaylik. Diqqat qilamiz. На ринг красный угол приглашается. Ringga Shohjahon Ergashev ko'tariladi. ta jangini, 25 ta g'alabasining 22 tasini nokaut bilan yakunlagan mamlakatimiz vakili Rabqon Beshariq O'zbekiston Shohjahon Ergashev do'stlar.
Bugun mana shu Samarqanddagi muz saroyiga do'stlar, ishoning, shu darajada muxlislar ko'pki, o'tib turib tomosha qilayotganlar ham juda ko'p. Albatta, aksariyati deyarli barchasi Tojixonni, uning jangini, uning ringdagi harakatlarini kuzatishga kelishgan. Muhammad Qodir Sobirov olib chiqmoqda uni. Ajoyib murabbiy. Tashkilotchilar barchasi shu yerda. Barchasi tayyor, barchasi shu. Top 7 Fighters 3-turnir. Kechaning asosiy jangi boshlanish arafasida. Zavarbek Rahmatov ham, Abbosxon Aliyev ham u yerda Erostoshevni ko'ryapmiz. Asosiy jang, главный бой вечера. Также напоминаю, интересный сюрприз от наших друзей, людей, которые поддерживают спорт. Ajr kompaniyasi nomidan asosiy jang g'olibiga 50 million so'm. Официальное представление боксеров. И первый боксер синий угол. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's 26 years old. He stands 167 centimeters tall. Official weight 63 kilos. Yoshi 26, boyi 167 сантиметр, vazni 63 kilogramm. Он представляет representing Jaybolasi Boxing India Haryana. Here is Singh Gurprat. Его соперник hamyurtimizning yoshi 31da, 174 сантиметр, oxirgi 63 kilogramm. Ему 31, рост 173 сантиметра, вес 63 килограмма ровно. Он является одним из лучших боксеров Узбекистана. Чемпион WBA International. Prof Record 27 jang, 25 g'alaba. Представляющий O'zbekiston, Qo'qon Rabkon. Potomok Timurlana, Shohjahon Ergashev. Shohjahon Ergashev. Gurprat Singh. No long, no ill. Tejkan, good luck. Nigohi bilan raqiblarni jangdan avval mag'lub etishga harakat qiladi. Shohjahon Ergashev. Jang boshlandi. Kutmaydi hech qachon. Mana shu bosim va bosim. Uning asosiy harakati, ikkilik zarbalari tinimsiz. Singh biroz chap berib hozir qarshi hujum amalga oshirishga harakat qilyapti, lekin Shohjahon to'xtash odati yo'q. Ketdi. Mana shunday shiddat bilan, shasht bilan, tezkor zarbalari bilan Singh chap beryapti, qochyapti hozircha ringda. Endi poylayapti Ergashev. Chag'itdik bor. Chalg'imadi raqibi. Chalg'imadi. 11 ta g'alaba bejizga emas, ko'ryapmiz Singhda. Tuta olmayapti. Poylayapti.
chap qo'lida masofani qisqartirishga harakat qilyapti. Hindistonlik bokschi. Qo'llar to'qnashib ketdi hozir. Bir vaqtning o'zida har ikkisi zarba yo'llagan edi. O'ng qo'l zarba o'tyapti. Yo'q, knockdown emas deb topyapti. Vaholanki o'ng qo'l ilib olgan edi Ergashev. Aksariyat muxlislar tik turgan holda tomosha qilishyapti mana shu jangni. Yana o'ng qo'l zarba. Endi yo'lni qidiryapti. Endi axtaryapti qanday raqibini mag'lubiyatga uchratishni. Ergashev o'ng qo'l Singhdan, ammo qo'l jarohatlandi mana shu o'ng qo'l zarbasini yo'llash chog'ida. Knockdown. O'ng qo'l krossini yo'llayotgan bir vaziyatda o'ziga xos uslubi Ergashev. Chap qo'l jigariga zarba yo'llagan ekan. Mana shuni ko'rmay qoldik. Biroz teskari holatda turgan edi. Albatta takror lavha bizga buni namoyish etib beradi, chunki jigarini ushlab turibdi. Singh jigarini ushlab turibdi hozir og'riq bilan. Og'riqda u. O'sha vaziyatni. Aniq zarba ekan. Jigariga to'ppa-to'g'ri yana bir bor kuzatishingiz mumkin. Ushlab oldi. Men qo'liga nimadir qildimikan debman, chunki ko'rganim yo'q zarbani, ammo ko'ryapmizki, takroriy lavhada chap qo'l yon tarafdan o'zining qirollik zarbasini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi Shohjahon Ergashev do'stlar. Tashakkur bildiramiz. Top 7 Fighter komandasi nomidan hammalarga rahmat. Chayka rezident boshlig'i Bagirov Muhammad Aliga alohida hammalarga rahmat. Prosport brendiga, TGT Group firmasiga, Trend Motorsga alohida rahmat. Samarqand shu haftadan janglarimiz uchun hammalarni kutib qolamiz. Hammalarga rahmat. Kamut ko'sti uchun hammalardan uzr so'raydi. Rasmiy e'lonni kutamiz. Singh. Shu fursatdan foydalanib Chayka rezident rahbari alohida o'zlarining sovg'alari Bagirov Nosir Sayrish nomlaridan alohida sovg'alarimiz taqdim etiladi. Abbosxon Aliyev, Muhammad Qodir Sobirovlar hozir Shohjahonni qo'plarini yechishyapti. Juda mahkam bog'lanadi odatda. Singh. Og'riqli zarba edi. Juda ham, lekin yaxshi mana shu masofani his qilib chap berayotgan edi. Birgina xato qilishga majbur qila oldi Shohjahon uni va nokaut. Rasmiy e'lon. Barcha mana shu boks sohasini yutadigan blogerlar ham hamma ringda hozir. Как я и обещал, 50 миллион тайyormi? Ajr kompaniyasi nomidan 50 миллион тайyor. Осталось объявить победителя. И в главном бою вечера Top 7 Fighters Promotion зафиксирован KO, нокаут, победу одержал O'zbekiston Qo'qon Rabqon Shohjahon Ergashev.
Ergashev Potomak Timurlar. Shohjahon Ergashev uning qo'li baland ko'tarilyapti. Chayka Rezident Ajirov sedanalaridan alohida sovg'alar va zarli chopon bilan taqdirlanadi. Shohjahon Ergashev. Eshitamiz. Thank you, bro. Thank you, bro. Today I will next time you. Rahmat. Rahmat bugun Shohjahon Ergashev. g'alaba qozonamiz. Assalomu alaykum hammaga, charchamayapsiz. Samarqandliklar hammaga katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz harakat qilamiz bundan ham chiroyli qilishga. Bundan bo'lga hammaga katta rahmat, bokschilarga ham rahmat. Bu zo'r tushdi. Men katta minnatdorchilik bildiraman. Shu musobaqamizni tashkil bo'lishiga shunaqa chiroyli nufuzli o'tkazib berganiga Samarqand viloyati hokimiga, Samarqand viloyati ichki ishlar, xavfsizlik xizmat xodimlariga, Milliy gvardiya xodimlariga katta rahmat. Doim salomat bo'linglar. Xalqimizni xizmatidan charchamanglar. Hammalaringga katta rahmat aytaman. Bu musobaqamizni Top 7 3-tur bo'ldi. Xudo xohlasa bundan ham hali katta turnirlar qilamiz, nasib bo'lsa. Avvalambor sport vazirligiga, professional boks federatsiyasiga va bizni qo'llab turgan barcha yurt rahbarlariga katta rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar. Otabek Muhammadaliyevich sizga katta rahmat. Biz bokschilarga sharoit yaratib berganingiz uchun doim salomat bo'ling. Xudo xolasa O'zbekiston bayrog'ini baland ko'taramiz. Shu sportlarni har bitta viloyatda shunaqa katta musobaqalar o'tayotganiga avvalambor yurtboshimizga, muhtaram yurtboshimizga katta rahmat. Shunchalik katta musobaqalarni hozir bu Samarqand viloyatida shunaqa katta musobaqalar o'tkazishiga bularning hammasini tagida muhtaram yurtboshimiz turibdi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga katta rahmat aytaman. Doim salomat bo'ling. Vaqtimizga sportimizni doim har doim rivojlantiravering. Katta rahmat sizga. Hammaga katta rahmat, yaqinlarim. Mana Feruz aka ham oldimda. Hamma komandamiz, Muhammad aka, hamma ustozlarim, Qodir aka, top sevuvchilar, Bayon aka katta rahmat. Bayon aka ham boshdan oxirigacha meni o'zlari podishka qildilar. Ukalarim hammalaringga katta rahmat. Shoh, Aziz aka, hammaga katta rahmat. Akmal komandamizga. Xudo xolasa biz yurtimizda shunchalik sharoitlar yaratib berilgan sportga biz bundan xudo xolasa hali katta natijalar erishtiramiz, vatanimiz bayrog'ini balandga ko'taramiz. Bu boshlanishi hali mana shu Top 7 Fighters bizning ligamizda jang qilgan bolalar ham hali dunyo darajasidagi katta WBC, IBF, WBO katta ligalarda xudo xolasa jang qiladi. Hammalaringga katta rahmat. Samarqand katta rahmat. Agro Bravo mehmonxonasi alohida rahmat Alisher. Agro Bravo mana shunday o'ziga xos tarzda minnatdorchilik bildirdi Shohjahon Ergashev barcha tashkilotchilariga. Va do'stlar, endi sizlar bilan takroriy lavhalarni ham ko'rsak bo'ladi. Takroriy lavhalar jarayonda esa men asta-sekinlik bilan bugungi efirimga yakun yasayman. Uni sizlar bilan birgalikda O'zbekiston Milliy televideniya kompaniyasi Sport telekanalining Ahil ijodiy jamoasi faoliyat olib bordi. Ishladi.